Eshitaman. Bolajonim, man. Oyi, sizmisiz? Man zo'rg'a gapiryapman. O'zimni telefonim yonimda emas. Masam qochib qoldi. Klinikaga olib kelishdi. Zudlik bilan to'lov qilish kerak ekan. Oyi, qaysi klinika? Hozir yetib boraman. Kelguncha kech bo'lishi mumkin. Senga xabar bordimmi? 4 ta raqamni aytib yuborarkansan. Kassadaman. Faqat bo'la qol. Hozir oyi. 8753. Eshityapsizmi oyi? 8753. Allo. Ha, bolam? Allo, oyi. Yaxshimisiz? Ha, kelyapsanmi? Kelin bilan mantiq qilyapmiz. Kech qolmagin. Kasalxonada emasmisiz? Tavba qildim degin? Tush ko'rdingmi? Kelyapsanmi? Tushunursiz. Siz sun'iy intellekt yordamida ovozni soxtalashtirish qurboniga aylandingiz. Firibgarlar sizni holatga aniqlik kiritmasdan turib, tez harakat qilishga undashadi. Bunday holatlarda xotirjamlikni saqlash muhim. Ma'lumotni shaxsan tasdiqlamay turib, SMS orqali kelgan kodni ulashmang va shubhali murojaatlarga e'tibor qaratmang.